Hi, dears. I'm so happy to see you here. Today we're gonna learn the alphabet and the alphabet pronunciation. Assalomu alaykum, hurmatli o'rganuvchilar. Ingliz tiliga xush kelibsiz. Ingliz tilini ingliz alifbosi bilan boshlaymiz. Demak, ingliz alifbosi har birini o'zini talaffuziga ega. Biz bilamizki, ingliz tili boshqacha yoziladi, boshqacha o'qiladi. Biz nima uchun ingliz alifbosini o'qilishini ham bilib olishimiz kerak. Agar siz kelajakda IELTS sertifikatini olmoqchi bo'lsangiz, IELTS imtihoniga kirmoqchi bo'lsangiz, birinchi listeningni birinchi qismida sizga ismlarni spell qilib beradi, ya'ni harflab aytib beradi. Siz uni yaxshi ishlashingiz uchun, javoblarni to'g'ri bajarishingiz uchun ingliz alifbosini yaxshi bilishingiz kerak. Yoki deylik, siz chet elga sayohatga chiqdingiz, chet eldan do'stlar orttirdingiz. Demak, bizada bor ismlar ularda yo'q, ularning ismlari bizada yo'q. O'sha paytda biza tushunmovchiliklar, noaniqliklar bo'lib qolishi mumkin. Shunda ular sizdan how do you spell your name deb savol berib qolishi mumkin. Ya'ni ismingiz qanaqa qilib harflab aytiladi deydi. O'sha paytda siz ismingizni chiroyli qilib harflab aytib berishni bilishingiz kerak. Demak, bugun biz ingliz alifbosini qanday talaffuz qilinishini o'rganamiz. Demak, boshladik. Ingliz alifbosida 26 ta harfdan iborat. There are 26 letters in English alphabet. And there are 5 vowels. Demak, ingliz alifbosida 26 ta harfdan iborat va 5 tasi unli harflar hisoblanadi. Ba'zida 6 ta ham deb beriladi, y ni ham unlilar safiga kirgizishadi, lekin asosiy 5 ta unli harfdan iborat. Unda boshladik. Demak, birinchisi A. Demak, A. Bu esa transkripsiya deyiladi. Transkripsiyada uni o'qilishi ko'rsatib o'tilgan. Demak, keyingisiga qaradik. Ikkita nuqta turibdi. Ikkita nuqta bor joyni biz cho'ziqroq o'qing degan ma'noni bildiradi. Demak, A, B, C, D, E, F va D bilan Z ga o'xshagan harfi J talaffuz qilamiz. G, G, H. Endi qaradik, mana oxirida berilgan belgi bu o'zi sh belgisi. Agar oldida t harfi bo'lsa, buni ch o'qiymiz. H, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Agar transkripsiya ichida J harfi berilgan bo'lsa, biz uni Y tarzida talaffuz qilamiz. Q, Q, R, S, T, U. Mana hozir aytib o'tgan Q, U, V. Va bu yopilmay qolgan uchburchak desak agar A talaffuz qilamiz. W, 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 X, Y, Z or Z. Xo'p, yana bir marta qaytaramiz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z or Z. Endi bizani chalg'itadigan harflar bor. O'shalarga juda ham e'tibor berishimiz kerak. Iloji boricha yozib olib, yodlab olishga harakat qilinglar. Misol uchun A bilan I. Ko'pincha o'quvchilar eng ko'p xato qiladigani mana shu A bilan I. Demak, buni qanaqa miyamizga saqlanib qilib olamiz? Ya'ni A deganda demak ABC. Demak, ABC, birinchisi deymiz. I deganda har doim menni eslang. Men degani I degani ingliz tilida. I demak i ni yozib ketaverish kerak, chunki mendagi. Va yana bizdan eng ko'p chalg'itadigan G bilan J. Demak, agar G cho'zoqroq ketsa G yozamiz, J bo'lsa J yozamiz. Va yana bizani eng chalg'itadigan C bilan S. Demak, birinchisi C, keyingisi S.
S. Demak, shu bizani eng ko'p o'quvchilar xato qiladigan harflar hisoblanadi. Demak, ismimizni agar harflab aytadigan bo'lsak, demak, Y, U, L, D, U, Z. Yulduz. Misol uchun yana Malika deydigan bo'lsak, M, A, L, I, K, A. Demak, xuddi shu tarzda spelling qilinadi. Endi uyga vazifa, o'zingizni ismingiz, familiyangizni spellingini o'rganasiz va oila a'zolaringizdan 5 kishini ismini yozib, spelling qilishni o'rganasiz. Uyga vazifa tushunarli bo'lsa, keyingi darsgacha xayr.